Mübarek 2014-yilni sizlar uchun tayyorlangan katta mashrabimiz bilan qutluqlayapmiz. Albatta bizning bugungi vazifamiz oldi bilan o'zimiz amal qilish, anandan keyin sizlarga o'rgatish bo'ladi. Shunga bugungi mashrabda aytilayotgan har bir ig'iz so'zga, o'rilayotgan nomerlarga obdan san qo'yinglar bo'lamdi? Ha, yaxshi. Cho'nglarninki balangni maktabga ba, mashrabga ba degan gapini anglagan bo'g'aytinglar? Xo'sh, qani unda bo'lsa, hammanglarning diqqati bizning ekranimiz bo'lsin. Mashrab darsligimiz hozir rasmiy boshlandi, ha? Bulamda. Men keldim dada. Ha, bolam. Qani menga ko'rasizlar? Assalomu alaykum. Bolam. Bizning qoidamizda kichiklar cho'nglar bilan kurashganda chiqqilab ko'rishimiz. Ha, mana qilib adabsizlik bo'ldi. Qaytib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldu. Kulak bu nimtağalları, kulumuzu yukarılattığımız kulumuzu silkisler, şu şaşırıp kes edepsizlik oldu cima. Kulağımı sıktı vasıla. Kulak mıngıl bəsile. Ne nasıl? Xo'sh, balalarım. Ko'rdinglarmi? Assalomu alaykum deb ko'rasa, nima deydi ekanmiz? Alaykum assalom. Ha, yaxshi. Buningdan keyin boshqalar bizga assalomu alaykum desa, biz cho'qib va alaykum assalom deb javob qaytarishimiz kerak. Cho'nglar bilan qanday ko'rishni ko'rib olgansizlar? Ha, yaxshi. Endi biz qizlarning yana boshqacharoq bo'ladi. Qizlar cho'nglarni ko'rganda cho'qim oldi bilan assalomu alaykum deyishdan sirt yana oldiga yugurib berib, yuz yiqishib ko'rishadigan odatlarimiz bor bolalar. Bu bizning o'rib odatlarimizning ichidagi to'limi chiroyli bo'lgan, yiqishlik bo'lgan salomlashish odati. Biz yangi yillik Tuniston mashrabimiz orqali hammalarning yangi yishini, yangi yilini muboraklashdan sirt bolalarimizga adab axloq tarbiyasi, ma'arif tarbiyasi, an'ana tarbiyasi beryapmiz. Albatta, mashrabdagi tashabbusimiz ilg'or madaniyatni joy-joylarga tarqatishdan iborat. Biz o'g'itishga, bolalarimizga miros qoldirishga tegishli nurg'un an'ana, o'rib odatlarimiz bor. Biz bu jihatda avlodlarimizga qarzdamiz. Qani bolalarim, unda qo'sa davomli diqqatinglar bizning ekranimizda bo'lsin. Mashrabdan iborat bu maktabda sizlar o'rganadigan nurg'un ilmlar bor. Ay kızım, darlar bir piyak çay kızım. Ma'qulaman. Voy bolam, neymiş bu? Ekkasi çaynaklar. Çayını mı şuna koyamdı? Çay koyganda çaynakning jo'g'isi piyolani legitda kizib turib, asta qo'yamiz. Ovoz chiqarib, so'rib qo'ymaymiz bolam. Çayını bekçe, o'zini qo'ymaymiz. Qo'yib bo'lar, patnis qilib, chiqib qo'llar sunimiz. Bilib oldim bolam. Bilib oldim ana. Unda bir qo'yib baqsa qizim. Voy aqlli qizim, men birdan uyini qo'llamasma. Chiqib qo'llab tadlariga sunsi bolam. Dada, sen nasılsın? Rahmat qizim. Assalomu alaykum bolam. Alaykum assalom. Viloyat ketdim, shuni orqasidan sevildim chiribdan. Biz oydin tomoq etgan. Bunday bo'ldi. Sizlikma, chiqolma, chiqolma. Jinim bolam, men tozib qo'yganlar bor. Jinim bolam, bizning uy partimizda qo'shnilar tomoq sungan qo'ydi bor. Voy, qo'shnim, xo'pimizlar. Hech qisi yo'q. Bola kichik emasmi? Men chiqay. Ma'qulamsan? Bolam, bunga qo'shnim tomoq ichganda rahmat deb olamiz, jinim bolam. Ma'qul ana. Allah bolam, bu nemiş? Bunu çıkıp yasla. Dadlarga tutamaq qilib yoslari adabsiz ko'p qolmandi bola. Dada hopimizga diqqat qilmay qolibdiman. Hech qisi yo'q bolam. Diqqat qilsizlar. Oila bir maktab, jamiyatmi bir maktab, mashrabmi bir maktab. Bolalarimiz oilada, jamiyatda, maktabda nurg'unlagan ishlarga duchor bo'ladi, nurg'un yangiliklarni o'rgandi.
Mana bu jarayonda tarbiyalash, oila, jamiyat, maktabning hammasining bir gavda bo'lib, bularga yordam qilishidan ayrilolmaydi. Barhaq Mirshab, suyimlik ota-onalar, bizning bolalarimiz bir varaq oq qog'ozga o'xshaydi. Bu qog'ozga qanday qurlarning yozilishi, oilada bo'lsa bizning mas'uliyatimiz, maktabda bo'lsa o'qituvchi bog'vanlarning mas'uliyati, jamiyatda bo'lsa har soha kishilarning mas'uliyati.